Assalomu alaykum hammaga. Ismim Bekzod G'ayratov. Oxirgi 4 yildan beri IT sohasida ishlab kelaman. Shu vaqtgacha 15 ga yaqin loyihalar chiqarganman. Va o'tgan yili, ya'ni 2025-yilning yarmidan boshlab o'zimning startap loyihamni bozorga chiqarib, sotishga harakat qildim. Va bir nechta sotuvlarga erishganman va real userlardan ma'lumot, feedbacklarni olib, ular ustida ishlab kelyapman va loyihani ham doimiy support qilib kelyapman. Xo'p, bugun aynan startap boshlayotgan insonlarga men o'zimni dastlabki versiyalarda, ya'ni startap loyihasini dastlabki versiyalarida qilinish kerak bo'lgan texnik integratsiyalar bo'yicha o'zim tavsiyalarni bermoqchiman. Xo'p, bu video faqat ma'lumot uchun bo'ladi. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyalarda o'zlaring fikrlaringni yozib qoldiringlar. Keyingi videoda praktikasini ham ko'rsatib beraman. Demak, birinchisi remote config. Buni muhimligi shundaki, biz ilovani userlarga topshirganimizdan so'ng, ya'ni bozorga chiqardik. Qanaqadir ma'lumotni o'zgartirishimiz kerakmi, ilova nomimi, ya'ni nima deydi, ilovaning ichidagi tekstmi, qanaqadir ma'lumotmi, ya'ni maxsus ma'lumot, bu farqi yo'q. Tezroq o'zgartirishimiz uchun kerak bo'ladi va buning uchun bizga hech qanaqangi yangi versiya chiqarish talab qilinmaydi. Ikkinchisi bu version controller, ya'ni versiyani kontrol qilish, boshqarish. Bu juda ham muhim, sababi biz qanaqadir userlarga critical update deyishimiz mumkin, qanaqadir bug fix bo'lishi mumkin yoki yangi feature bo'lishi mumkin. Uni tezroq ko'rsatib berish uchun, uni aynan marketing qilish uchun versiya kontroller kerak bo'ladi va bu orqali biz aytaylik, masalan, aytaylik siz qanaqadir update chiqardingiz, App Store va Google Play ga har xil vaqtda chiqadi. App Store masalan ko'proq vaqt olishi mumkin, Google Play tezroq vaqt olishi mumkin. Shu vaqtda siz aynan iOS telefonlar uchun update'ni chiqarish, Android device'lar uchun kutib turish, shunaqa kontrollar qo'ysangiz bo'ladi va bu orqali yangi feature'ni tezroq sinab ko'rish imkonini tug'iladi. Va har bitta feature'ni description bilan, ya'ni ichidagi bu yangi chiqqan feature nima qilib beradi o'zi, tugmalar qo'yib, userni unga tanishtirish juda ham oson bo'ladi. Va pastda yangilash tugmasini qo'yib, userni tezroq ilovani yangilashga majburlashimiz mumkin. Agar qanaqadir majburiy kontroller, ya'ni majburiy update bo'lsa, ya'ni yangilanish bo'lsa, biz userni, ya'ni discard qilish, ya'ni cancel qilishni imkoniyatini o'chirib qo'yishimiz mumkin va bu orqali user majburan ilovani yangilashi kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi push notification. Push notification bu muhimligi, biz qanaqadir aksiyalar bo'lishi mumkin, qanaqadir e'lonlar yoki aynan user uchun maxsus xabarlarni aynan push notification orqali yuboramiz va bu juda ham muhim. Qanaqadir call to action mana yozib qo'ygan, bitta call to actionlar bo'lishi mumkin, maxsus xabarlar. Call to action deganda, masalan, notification keldi, siz shu tugmaga bosish orqali nimadir qiling degan bo'lsa, biz ustiga bosib, ilovani qaysidir maxsus pejini ochib, ichida qanaqadir ma'lumotni ko'rsatib berishimiz ham mumkin. Yoki push notification kelganda juda ham imkoniyatlar ko'p, nimadir qilishimiz mumkin va hokazo. Xo'p, Firebase Crashlytics va Analytics bu juda ham muhim. Bular ham chunki ilovani analitika qilishga yordam beradi. Masalan, siz ilovani chiqardingiz versiyasini, userlar qaysi featurelardan ko'proq foydalanyapti, qaysi pejda ko'proq qolyapti va sizning ilovangizni kirayotgan userlar qaysi davlatdan ko'proq va hokazo, juda ham ko'p analitik toollar bor. Masalan, daily active user, monthly active user, hammasini kontrol qilishingiz va ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va shunga qarab keyingi update'lar yoki qanaqadir feature'ni rejalashtirishingiz mumkin. Keyingisi Rate Up Logic deb nomladim, ya'ni ilovani baholash. Bu qachon qilinishi kerak? Asosan siz ilovani asosiy funksiyasidan foydalangan, ya'ni user kirdi, ilovaningizning asosiy funksiyasidan foydalangandan so'ng ilovani baholash dialogini biz userga chiqarishimiz kerak. Sababi bu bizga SEO da, ya'ni search optimizationda ilovamizni tezroq chiqib kelishi, masalan, Google da yoki App Store, Google Play'larda tezroq, ya'ni toplarda chiqishga yordam beradi. Keyingisi bu custom web view. Bu juda ham prioritet past deyishimiz mumkin, lekin juda ham nima deydi, valuable bo'lishi mumkin, ya'ni qiymatli feature bo'lishi mumkin. Sababi, masalan, ko'rdik, LinkedInda masalan klikda ko'rdim men, yangi yilda sarhisob qilib berdi menga, qanaqadir nima, kim bilan uchrashganman va hokazo. Biz aynan shunaqa statistika bo'lishi mumkin, qanaqadir userni ma'lumotli userga qanaqadir statistika yoki sarhisob berishimiz mumkin.
Bu orqali custom web view qilishimiz mumkin va buni qanaqa qilinadi? Aytaylik, custom web view biz yasaymiz. U hech qanaqangi biz ilovada qanaqadir o'zgartirish qilishimiz shart emas. Shunchaki unga URL kerak, URL kerak. Biz URLni shunchaki push notification orqali siz yer sarf hisobingizni ko'rib oling degan notification jo'natish orqali masalan bosib, user uni custom web view ochgan paytda biz shunchaki user uchun aynan maxsus yasalgan veb saytini, o'zini ma'lumotlaridan iborat veb saytini ko'rsatishimiz ham mumkin. Shunaqa gaplar, tavsiyalar shulardan iborat edi. Keyingi videolarda agar kommentariyalarda qoldirsalaring, buni har bittasini praktika qilib, umumiy texnik jihatdan qanaqangi implementatsiya qilish, tezroq va to'g'ri implementatsiya qilishni ko'rsatib beraman.